Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, подписчиклар. Palvash posyolkida 6 sotik joy 33 million deb qo'yildi. Sotildi. Telefon qilmanglar iltimos. Sotildi deb ham qo'ydik. Shundan ko'p odam ko'rmadi o'xshaydi. Hamma telefon qilib yapti, sotildi. Yosh oila oldi. Fundament. Palvashda 33 million deb qo'ydik. Sotildi azizlar. Hozir keyindan videosini qo'yib beraman. Iltimos. Telefon qilmanglar, sotildi. Yana joy qo'yamiz. Ikkita joy bor, ikkita joy o'rin bor. Fundament qurilish tugalanmagan. Jigarlar, omad. Biz xizmatga tayyormiz. Agar joylarningizni sotmoqchi bo'lsanglar, pastga yozinglar. Joy olmoqchi bo'lsanglar, telefon qilinglar. Arzon joylarda, arzon joylarda fundamentlarni sizlarga topib beramiz. 5000 dollarga da fundament 6 qat ishlanib turgan fundament bor. Ko'tarilib, cho'tki qilib 5000 dollarga beracağım. Palvashda olam yo'lning ustunda. Kerak bo'lsa telefon qilinglar, gaplashamiz. Külfatta yonimdan qochmas, yo'qchilikda sira ham qo'rqmas, ne bo'lsa ham do'stini sotmas. Duh vagon zalatoylarim oqlaydilar do'stlik nomini, bo'lishadi birdan onini, kerak bo'lsa berar jonini. Duh vagon zalatoylarim bo'lsa ham do'stini sotmas. Siz mening radnoylarim, qadri baland daragoylarim, duh vagon zalatoylarim. Ne bo'lsa ham do'stini sotmas. Siz mening radnoylarim. Yo'qligimda qildirmas g'iybat, o'rni bor deb qiladi hurmat, qilganiga kutmaydi rahmat. Duh vagon zalatoylarim, xasta bo'lsam turar yonma-yon, har narsaga topadi imkon. Faxrlanib yozdi Shoh Sulton, duh vagon zalatoylarim. Bo'lsa ham do'stini sotmas. Siz mening radnoylarim, qadri baland daragoylarim, duh vagon zalatoylarim. Ne bo'lsa ham do'stini sotmas. Siz mening radnoylarim. Ne bo'lsa ham do'stini sotmas. Siz mening radnoylarim.